Bolki Tig'i. Zerekçaqlarning qimmatli kitobini izlashga ketayotgan Xaybov atritidagilar davomli sharqqa qarab ilgirlab, Bolki toqqa yetib keldi. Bekle temlikken, yana qaymoqdan yosilibdi. Sizlarmi kelib ketib beqonlar bo'lmasa? Şomen, gapingla. Biz uningdek ochko'z emas, pokizmi emasmi ekan. Agar xatolashmagan bo'lsam, bu yer Bolki toqqa deyman. Anlasam bu yerdeki narsalarning hammasi yegili bo'ladigan tatiq turim shaklida yasalgan ekan. Bu yerda uzoqroq tursak bo'pti-ku. Bu yer rostli yaxshi ekan. Sen o'zing yolg'iz piyoda qilib yaragin biz bo'lamiz. Bu odamlar nima qilmoqchi-du? Hammaga Gudong sababchi. U bu yerdagi narsalarni xalqancha vaqt qulaqib bo'lgan gap. Gudong, assa, Gudong, bo'ldi yemigi. Yeyman, bo'ldi yigil qo'yg'ini. Bolki Tig'i kelganlarni qarshi olamiz. Ichiga kirib tomoqlarimizga marhamat qilinglar. Yasson, bu yerdagilar bek yaxshi ekan. Xohlaganini yeydigan bo'ldim. Oxiri chiqdik. Kelishgan ham qamlashgan yigit cho'chuning bu turqum satishib ketdi-da. Elim yaxshi hech kim ko'madi. Yo'q anigiz? Yo'q anigiz? Men bu yerda. Oy. O yana teshishdan boshqani bilmaydi. Yana bu yaramasa boshqa nurg'un pul qarshab, eliq esiz ko'langidan setib olgan deysa. Xaybov atritidagilar oldimizga taqdirlama. Bu qitim ularni cho'qim tutib olaman. Har qitim shunday deysiz, lekin natijasi-chi? Bu bir tasodiflik. Bu qitim undaq bo'lmaydi. Qadaqsiga undaq bo'lmaydi deysiz. Anglasam bu Bolki Tig'ida barliq narsalarni tatliq turim materiallardan yasaydi ekan. Biz u narsalarning hammasini Qonchoq Shoyimning makoniga yetkazib ketalisakla, Shoyim cho'qim bizni katta mukofotlaydi. Men yana Xaybov atritidagilarni birga yetkazib ketaman. Qandaq men qoltisi kelishgan publikqa yana texi. Yo'q, anigiz, nemish qilyapsan? Siz hamma narsalar yig'ilib bo'ladigan tatliq turimni yasalgan degandingiz, qo'shqo'lga chiqib ketdi. Kalva, Bolki Tig'iga borganda yemamsan. Bolki Tig'idagi hammanglar uyquga ketganda biz harakatimizni boshlaymiz. Voy tangrim, yana yar asliga kiramdi. Yuzim paskini bo'lib ketadigan bo'ldi. Xaybov, anlig'ina sirtdagi nima varaqchiring bu? Qarab boqayli. Gudong xo'rak tatib yutibdi-ku. Undaq emas, sirtga chiqib qarab boqay. Qaranglar, nimada qadabsiz bolalar bu? Nemish bu? Qaranglar, cho'qim mushu ochko'z bolalar bizning Bolki Tig'imizni shunda qalat keltirib qo'ydi. Xaybov cho'toq bo'ldi. Ne bo'ldi? Men yana uxlaydim emasmi? Tez tura, Bolki Tig'ini birisi yeb tugitdi deyapti. Bolki Tig' ajab bu holatga kelib qoldi-ku. Chunki biz bu yerda ko'ngil o'ynagan edik-ku. Hozir bu yerdagi kishilar Bolki Tig'ini bizni yedi deb o'ylab qoldi. Shunga biz darhol haqiqiy o'g'rini tepishimiz kerak. Gudong, qara
seni. Vurun. Qarab turunglar, ha? Qudum, pichini yavag'in. Ha, peşine zadı kıyada. Biz peşini birini higili bağmakçıdık ko. Işningni gepini qilsan qo, o'zing qarab boqqin, ha? Ha? Nima uchun Kintang birisi bu yerni vayron qilib musholga tushirib qo'yibdi? Meni omaq şaklatlarım, kempitlerim, yana meyve uyutmalarımның hammasi yo'qmikan? Endi qandoq qilamiz? Bu yerda bekor tursak hech qanday foydasi yo'q. Avval buzg'unchilik kuchurga yak berib tekshirib boqayli. Ha? Yo'qon yig'ib? Boshliq siz qayerda? Ben bu yerde. Tez beni tatlı çıkarım al. Yok ne kız benim bu kamlaşkan çırağımı kargana yüzüm yaralanmagandı. Xotirjam bo'ling boshliq. Sal to'pi bo'lib qapti shu. Boshqa o'zgarishi yo'q. Ondak yaxshi. Qandaq vazifamiz o'rindalib bo'ldimi? Bo'lgitdagi narsani qizib bir yak apadim. Nəhayət yaxşı. Yox, nə qız yenə davamlı qızıqla. Mən bir az aram elib olay. Har qaytim nimishqa malla chapaga qolaman. Yana shu cho'cha bilan yo'g'ana qizning qilgan ishganda? Bu qaytim ularni obdan bir adab topib qo'ymisa. Qudum ovoz chiqarma. Jimtir ular boyqab qolmisu. Kechirgin, lekin mening qo'rsog'im ichib ketyotidi. Bir dakika olsun azı benim amrığım. Cho'cho bilan yo'g'on eg'iz qizib ketgan narsalarni qaytirib kelib, polk yig'idagi xalqqa qaytirib bersak, ular bizga ishini shundoqmi? Undaqda nimaga saqlaymiz? Men pallini chekib, avval ularni qatirib qo'yay. Ondan narsalarimizni qaytirib olayli. Qandoq? To'xtab tur. Mening yaxshi bir amalim bor. Mishcha, tez bu yoqqa chiq. Mishigim, tezdan cho'cho bilan yo'g'on eg'izga baxt tuyg'usiga cho'mdirgan ko'pikchilarni poylagan. Mishigim sana hiç bo'lmagandu. Özüla aldım kepsine de. Ondaqda meni reyim qilmadi demanglar. Bali o'zgar. Qarmuz maymuni ularni tut. Ko'pchilik, qo'rqmanglar. Men sizlarni qo'rqdayman. Oy! 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 Aşk iştekini maharatan bilen beni məğlub qılmaqçıma. Dərhal təslim bol. Bizni ko'z gilmay otamsan, Tixin. Petrozaur, tez bu yoqqa. Lasu. Heyliqe qo'rqinchaq ekan-ku. Qarmuz maymuni muzkaltak edish maharatini tez ish qilsa. Petrozaur ishni bo'lmagan sen, tezdan nur chiqarish texnikasidan foydalanib muzni yerib ket. Qarmuz maymuni obdan qildi. Boshliq bundan keyin uni muzqaltak otqin demisingiz bo'lamdi boshliq. Bu shunday bizim narsimizni itkatmoqchi bo'layotdi. Men burunla tayyorlik ko'rib qo'ygan. Yer qizidigan chashqan tezdan bu narsalarni yer ostiga akirib ket. Yer qizish chashqanning ishlatish vaqti to'shdi. Agar uni ishlatmoqchi bo'lsangiz, izsiz ko'languning yeniga berib pul topshiring. Boshliq, yana oldinib qoldingizmi nima? O mutahamminsiz ko'langasini hargiz bosh qo'ymayman. Petrozaur, tez quyun chiqargin.
Bu qitim sizlarga ko'p rahmat juma. Agar sizlarning yordaminglar bo'lmagan bo'lsa, bolkitig'ini buncha tez asliga keltiramagan bo'lardik. Bu qilishga tegishli ishimiz. Kechiringlar, biz ilgari sizlarni xato ayblabdik. Kerak yo'q. Bizning oramizda ochko'z boladan birisi bor emasmi? Qudong, sen ishni qurashtirishga yordamlashmoqchi eding-ku, uni yigirib turibsan-ku. Agar yarasanglar, bu yerdagi narsalarni xohlagancha yeyaveringlar. Ha, rostmi? Bek yaxshi bo'ldi. Ha,